Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Men bu o'yinda qishloq aholisi yordamida g'olib bo'lmoqchiman. Yo'qda, sen drakonni mag'lub qila olmaysan. Xavotir olma, hammasi mening nazoratim ostida. Agar o'lsang qaytib tirilmaysan. Oh, qilichku, rahmat. Xo'sh, qani boshladik. Mana kirib ham oldim. Xo'sh, qanday qilib bu o'yinda aholini sivilizatsiya orqali mag'lub qilish mumkin? Bu yerda nimadir xatolik ketishi mumkinmi? Yo, shoshma qurbaqajon. Endi sen meni sivilizatsiyamni mag'lub qila olmaysan. Bu yerda nimani yitirding? Shunday yuragimga to'kildiring. Yo'q, har ko'zimga ko'rinma. Og'ridi. Yo, sen rostdan meni o'ldirmoqchimisan? Qonunni qo'lga olinglar. Bu hazil edi. Voydod, yordam beringlar. Bu shunchaki hazil edi, ifloslar. Orqadan otma, voydod o'g'layapti. Voy ifloslar. Men qayergadir tezroq yashirinishim kerak. Balkim shu yerdir. Men tezda yashirinishim kerak. Iltimos menga yordam beringlar. Orqamdan Grox kelyapti. O'zi qanday joy bu? Bu Grox suyuqliklari ishlab chiqariladigan zavod. Ha, do'stim, Grox suyuqliklarini tatib ko'rmaysanmi? Bu meni vaqtim yo'q. Voy la'nati, nima buncha sassiq bu? Sen hozir Grox suyuqligini sassiq dedingmi? Senga nimalar bo'lyapti? Voy, yo'qol bu yerdan. Hozir men seni o'ldiraman, yo'qol bu yerdan. Bo'ldi, tinchlaninglar. Men shunchaki bu yerdan qochishim kerak. Lekin Grox meni o'ldirmoqchi. Axir bu podshohimiz. Qanaqa podshoh? Yo, Grox, hozir men senga hammasini tushuntirib beraman. Yo, menga hech narsani tushuntirishing shart emas. Sen rostdan ham Drakon Krayni o'ldirib bilaman deb o'ylayapsan? Bo'lmasa sen qullarimdan biri bo'lasan. Oy, server, nimani kutyapsan? Qani bu qulvachchani haqiqiy qulga aylantir. Nima, ustimdan kulyapsizlarmi? Men tayyorman. Agar o'yin qoidalarini buzayotganingni ko'rsam, men seni qattiq jazolayman. Buza ko'rma, xayolingga ham kelmasin. Ye, onangni. Ha, Groxni o'ldirish rejasi sal o'xshamay rasvo bo'lib qoldi. Hammasini qiyinlashtirib qo'ydi, lekin meni bu to'xtata olmaydi. Baribir endi Drakonni mag'lub qilaman. Shunchaki yaxshi tayyorgarlik qilish kerak. Ishni temirchilikdan boshlaymiz. La'nati, bunga qarang. Nega meni narsalarimni kovlayapsan? O'zingni bos. Bu meni uyim, sen nimangni yitirdingmi yo'qqa ifloscha? Hoy, bo'ldi, baqirma. Yo'qol meni uyimdan deyapman. Bo'ldi, mana ketyapman dedim-ku. Ozgina oziq-ovqat zaxiraga olishim kerak. Kechirasan. Yana nima bo'ldi? Nima qilyapsan? Men o'g'lim bilan bu ekinlarni ekkanman. Sen ekinlarni dabdala qilib bosib tashlading. Mayli, bo'lmasa men shunchaki o'g'ri bo'laman. Hech kim joyidan qimirlamasin, bu o'g'rilik. Cho'ntakdagi borni hammasini chiqarlaring. Aytib qo'yay, meni o'tkir yog'ochli qilichim bor, lekin hamma mendan qo'rqish kerak. Tushunmadim, shunda bu ovsardan hammamiz qo'rqishimiz kerakmi? Tushunmadim, sen shunchalik zo'rmisan? Hoy, qani hamma pullarni bu yoqqa chiqarsin. Yo'q, tavba, bu yana nimasi bo'ldi? Qani eshityapsizlarmi? Hamma pulni chiqarsin, pulni, suvni tamommuz bilan. Quloqlaring karmi tezroq pulni chiqar deyapman. Men qo'rqib ketyapman. Meni onam qayerda? O'ldirmang meni iltimos. Yo, tavba, u bolani o'ldirdi. Hoy la'natlar, tezroq unga pullaringizni bering. Qani birinchi sendan boshlaymiz, pulni chiqar. Hoy, kisamda hatto sichqonning o'ligi ham yo'q, bitta taxtalik qilichimdan boshqa. Hoy, sen kambag'allar qiroli ekansan. Hoy, men politsiya chaqiringan bolni o'tkir voy. Battar bo'lay, ana endi menga pajizninni berishadi. Sal qoldi-ya, agar men uni o'rnida bo'lib qolganimda meni qamashardi-ya. Men hech narsa qilmadim, nega menga bunday qaryapsizlar? Qo'limdan hech narsa kelmadi. Oh, senda olmos bormi? Demak, sen nimadir taklif qilib bilasan. Ko'raylikchi. Yo, tavba, bu yana nimasi bo'ldi? Ajjin olsun, qanday qilib bo'lmasin kelishib olishimiz kerak. Qanday qilib o'yindan o'tsam bo'ladi? Hoy, menda yaxshi taklif bor. Xo'sh, bu menga yordam beradimi? Ha, albatta. Qani bir ko'raylikchi. Yo'q. Krayning ko'zlari bir dona olmos narxiga? Ey, shoshmay turgin, hozir kelaman. Jin ursin, bir dona olmosni qayerdan topdim endi? Sho'rimizga sho'rva to'kilib, uyimiz yonib ketdi. Mening ikkita bolamdan boshqa hech kimim yo'q. Otajon, endi nima qilamiz? Oh, afsusdaman. Mana bu sandiqda nima bor ekan? Undan boshqa hech narsamiz yo'q. Qiziq. Bu juda ham qiziq. Hech ham xavotir olmanglar. Men 2 barobar qilib qaytaraman. Rahmat sizga yaxshiligingiz uchun. Lekin nega bizni oxirgi olmosimizni olding? Nega bunday qilding? Qani tez qaytarib ber. Hoy bolakay, bolajonim, men senga olmos olib keldim. Lekin bu oson bo'lmadi. Ha, endi hammasidan osongina o'tib olaman. Shunchalik oson deb o'ylamagandim. Hurmatli fuqaro, Groxning sivilizatsiyasida o'yinni qo'lga olish mumkin emas. O'yindan o'tmoqchi ekanligingni shunchaki tan olishing kelmayapti. Unda hozir biz seni detektorda tekshirib ko'ramiz. Tushunmadim. Birinchi savol, sen o'yinni qo'lga olmoqchi edingmi? Albatta yo'q, bu qonunda taqiqlangan-ku. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Qani rost gapiryapsanmi yoki yolg'onmi? Sotdi. Qani ana o'lgurning qulog'ini burachi. Ha, bo'ladi janob. U yolg'on gapiryapti.
Nima? Men aldaganim yo'q. Sen bilardingmi bu aholida shunaqa texnika borligini? Keyingi savolga o'tamiz. Sen Grox'ni onasini yaxshi ko'rasanmi? Albatta yo'q. U aldadi. Ha, men buni bilardim. Nima? Xo'sh, buni hammasini unutamiz. Hoy, qurbaqajon, sen o'yindan o'tmoqchi ekanligingni ko'rdim. Nima bo'ldi? Sen menga nimadir ko'rsatmoqchimisan? Yo'q, tavba. Axir bu portal-ku. Xo'sh, qani boshladik. Bu nega ishlamayapti? Bu sivilizatsiyada faqat bitta ishlaydigan portal bor. Shunday katta joyda faqat bir dona portal bormi? Hazillashyapsanmi? Uf, jonimga tegdi. Xo'sh, tayyormisan o'yinni tezlik bilan o'tishga? Ha, albatta, qani tezroq boshladik. Tushunarli, bu haligi tovuq miyalaku. Ey bolajonlar, tushunishim bo'yicha sizlar o'yindan o'tmoqchisizlar, lekin bu oson ish emas. Nimalar deyapsan? Bundan oson ish yo'q-ku. Tushunarli. Ey bolajonlar, yana sizlar o'yinni tezkorlik bilan o'tmoqchimisizlar? Ey, bu kim bo'ldi? Qo'ysalarizchi, biz o'yindan o'tishimiz kerak. Yo'q, lekin bu qo'llaringizdan kelmaydi. Hoy, bo'ldi, o'zingni bos. Shoshma. Obbo, Grox, sen meni butunlay yuragimga to'kilding. Bu ahmoqgarchilik edi. Endi men aniq bu o'yindan o'ta olmayman. Mayli, hech bo'lmasa bir sayr qilaman. Bu nimasi bo'ldi? Tushunmadim, sizlarga yo'q tilni o'rgatadigan maktab bormi? Bo'ldi, shunchaki o'tirib sizlarni tinglayman. Bugun sizlar bilan yo'q tilni o'rganamiz. Vela yuragim yording iflos. Bu nima qilganing? Tinchlikmi? Tushunmadim, sizlar rostdan ham shu tilni o'rganyapsizlarmi? Yo, men bunday gapirishni xohlamayman. Bo'ldi, jonimga tegdi balla. Bo'ldi, bir minutdan o'tira olmayman. Tushunmayapman gaplaringizga. Nima xohlaysiz? Onalaringiz. Men tezroq o'yindan o'tmoqchiman, qilib yurgan ishimni. Ey, mendan nima xohlaysan, ha? Menimcha u menga nimadir ko'rsatmoqchi. Xo'sh, meni nega bu yerga olib kelding? Tushunarli, sen o'zbek tilida gapira olmaysan-ku. Oy, nimalar qilyapsan? Oy, menga qara, men Minecraft o'yinida yutmoqchiman. Sen menga yordam berasanmi? Yasha bor. Hoy, men uchun atab qo'yganingiz yo'qmi? Men uysizman. Uzr, lekin bizda bir tiyin yo'q. Chunki sizlar lo'qsizlar, sizlarda bir tiyin ham yo'q. O'zingga bir qara, kiyilgan plastikga o'xshaysan. Voy la'nati, bo'yvachcha ekansan-ku, isqil. Ha, bechorani yoqib pul ishlash yomon emas. Hoy, nima qilyapsan? Nega meni olmoslarimni olyapsan? Ha, qani endi qo'lingdan kelsa ushlab ol. Qani to'xta dedim. Tashol berdan, endi bu meni pullarim. Menda yaxshi g'oya bor. Biz dohiyimiz Groxga ta'zim qilib unga bo'yin egamiz. Kechirasizlar, bir qiti pulim bor edi, shuni ehson qilmoqchiman. Juda mehribon ekansiz. Biz sizdan buni kutmagandik. Meni pullarimni qaytar, haromlar bo'ldi. Mana u gadoyvachcha hamma ehsonni olmoqchi. Qanday beodoblik, uyalmaysanmi? Nimalar deyapsan? Sen meni pullarimni olib qo'shding. Nega menga tikilib qoldingizlar? Shu sassiqli gapga ishonyapsizlarmi? U pullar meniki edi. Uysiz odam birovning pulini o'g'irlab biladimi? U meni itimni o'ldirib, keyin pullarimni olib qo'shdi. Uni hatto iti ham yo'q edi. Bo'ldi, hammasi jonimga tegdi. Bu yoqqa Qani bu yoqqa kel, sen meni urmoqchimisan? Iflos kiyilgan plavki. Kamandir, qaysi gunohim uchun? Men hech narsa qilganim yo'q. O'chir ovozingni. Men kamerada hammasini ko'raman, sen uysiz odamni qanday o'marganingni. Qani o'g'irlagan pullaringni hammasini menga ber. Ha, bo'ldi, mana. Biz seni tarbiyang bilan shug'ullanadigan joyga yuboramiz. Bunday laylayib yurish bilan men drakonni o'ldira olmayman. Xush kelibsiz tarbiyaviy soat darsimizga. Hoy, kim bo'lishingdan qat'iy nazar meni tarbiyam o'z joyida, tushunarlimi? Bu bema'ni maktablardan yana biri. Xo'sh bolajonlar, endi darslikni sekingina boshlaymiz. Birinchi darsni tanishishdan boshlaymiz. Boshlanishi qiyin emasga o'xshaydi. Birinchi sizdan boshlaymiz. Xo'sh, qayerdansiz, kimsiz? Mening ismim G'anishir, men bu yerga to'polon sabab kelib qoldim. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Yomon emas. Rahmat, o'tirishingiz mumkin. Qarang, ular hammasi bezviga to'yindilar. Izohga hojat yo'q. Marhamat, endi siz bizga o'zingizni tanishtiring. Xo'sh, siz qanday tushib qoldingiz bu yerga? Obbo, faqat bu emas, faqat shu gapirmasin. Men Groxga soliq to'lashdan charchadim, o'sha jonimga ham tegib ketdi. Bu qonun qoidani sivilizatsiyadan yo'q qilib tashlash kerak. Bunaqada men bola chaqamni qanday qilib boqaman? Baqirib jonga tegding, o'tir joyingga. Sen Groxga soliq to'laysanmi? Demak, omadsizsan. Nima qilib yerdan sen sassiq qurbaqa? Yo'qol, yaqinlashma. Seni omading bo'lagan qurbaqa, oldinda hozir qurolim bo'lganini otib tashlardim. Qurbaqajon, endi seni navbating. Nima haligi? Men qurbaqaman. Ana bu uysizni ko'ryapsanmi? Uni men o'mardim. Bu nima qilganing qurbaqajon? Bolajonim, uni aqlini kirgizib qo'ygin.
Iyam ustimdan kulyapsizlarmi? Bu yerda shundaylar borki, hattoki yosh bolalarni urichyapti. Oy, nimalar qilyapsan?